Assalomu alaykum. Jahon hayotidagi eng so'ng yangiliklar bilan dunyo dajjasi e'tiboringizda. Biz doimgidek global maydondagi muhim yangiliklarni sizga taqdim etamiz. Demak, boshladik. Ma'lumki, Putinning tashqi siyosatdagi eng yaqin do'stlaridan biri bu Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In. Ayniqsa oxirgi urush yillarida ikkala prezident munosabatlari yanada iliqlashdi. Qator davlat tashriflari, qurol-yarog' hattoki askarlargacha yetkazib berish orqali Shimoliy Koreya Rossiyaga qanchalar yaqin ekanini ko'rsatib kelmoqda. Biroq Kim Chen Inning bu galgi rejalashtirgan iltifoti Putin uchun hali hech qayerda bo'lmagan sovg'a bo'lishi aniq. Shimoliy Koreyada Putin uchun alohida qarorgoh qurilmoqda. Hozirda Pxenyanda jami 3 ta qarorgoh qurilishi boshlangan. Ularning har birining maydoni 13,000 kvadrat metrni tashkil etadi. Ma'lum qilinishicha, binolar Pxenyandagi Kim Susan mehmonxonalar majmuasi hududida barpo etilmoqda. Har bir qarorgohning maydoni taxminan 13,000 kvadrat metrni tashkil etadi. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari tahlili ushbu obyektlar yaqin oylar ichida yuqori martabali xorijiy yetakchilarni qabul qilishga tayyorlanayotganini ko'rsatmoqda. Qarorgohlar qurilishi bilan bir vaqtda yaqin hududda yangi qabriston va muzey ham bunyod etilmoqda. Ular Ukrainaga qarshi urushda halok bo'lgan Shimoliy Koreyalik harbiylar xotirasiga bag'ishlanadi. Loyiha 2025-yil oktyabr oyi oxirida ishchilar uchun katta qurilish lageri tashkil etilish bilan boshlangan. Noyabr o'rtalariga kelib esa binolarning bir necha qavati allaqachon qad rostlagan. Hozircha Shimoliy Koreya rasmiylari Kim Chen In bilan uchrashish uchun xorijiy yetakchilar tashrifi haqida e'lon bermagan. Biroq Ukrainadagi urush fonida Koreya Xalq Demokratik Respublikasi va Rossiya o'rtasidagi aloqalar kuchaygani sababli Vladimir Putin yangi rezidensiyaning asosiy ehtimoliy mehmoni sifatida ko'rilmoqda. Ularning so'nggi yuzma-yuz uchrashuvi 2025-yil sentyabr Pekinda harbiy parad vaqtida bo'lib o'tgan. Shunga o'xshash hashamatli qarorgoh 2019-yilda Xitoy raisi Si Szinpin uchun ham Pxenyanda qurilgan va u atigi 4 oyda foydalanishga topshirilgan edi. Hozirgi qurilish ham juda tez sur'atlarda olib borilmoqda. Bu holat Kim Chen In ushbu loyihani asosiy ustuvor vazifa deb bilayotganini va uni yaqin bir necha oy ichida yakunlash niyatida ekanini ko'rsatadi. Kutilayotgan sammitlar uchun asosiy nomzodlar Vladimir Putin va Si Szinpin. Shu bilan birga AQSh prezidenti Donald Trump ham oktyabr oyida yangi qarorgohlar qurilishi boshlangan davriga to'g'ri kelgan paytda sanksiyalarni bekor qilish masalasini muhokama qilish uchun Koreya Xalq Demokratik Respublikasiga tashrif buyurishni taklif qilgan. Ammo Kim Chen In hozircha bu taklifni ochiqchasiga e'tiborsiz qoldirgan. إنما تكشف حديثا مما يسمى بتقرير مراقب الكيان الصهيوني حول نتائج حرب عام 2014. Hamasning ma'lum qilishicha, Isroil G'azoda qoidabuzarliklarni davom ettirar ekan, sulhning ikkinchi bosqichi boshlanmaydi. Guruh sulhga vositachi davlatlarni Isroilga kelishuvga rioya qilish uchun bosim o'tkazishga chaqirmoqda. AQSh homiyligidagi ushbu sulh kelishuvi 10-oktyabrdan beri kuchda bo'lib, u 2023-yil 7-oktyabrda boshlangan Hamas va Isroil o'rtasidagi urushga barham bergan. Ammo tomonlar deyarli har kuni bir-birini kelishuvni buzishda ayblayotgani sababli vaziyat keskinligicha qolmoqda. Ayni paytda Isroil rasmiylarining ma'lum qilishicha, sentyabr oxiridan beri ilk marta 10-dekabr kuni Iordaniya va bosib olingan g'arbiy sohil o'rtasidagi Isroil nazoratidagi Allenbi nazorat punkti G'azo uchun mo'ljallangan yordam yuk mashinalarini o'tishi uchun qayta ochiladi. Hamas siyosiy byurosi a'zosi Husan Badron Isroilni G'azodagi sulh kelishuviga rioya qilmaslikda ayblamoqda. Uning ta'kidlashicha, kelishuv shartlariga ko'ra Isroil Misr bilan chegaradagi Rafah nazorat punktini qayta ochishi va hududga kirib kelayotgan yordam miqdorini oshirishi kerak edi. Madron Misr, Qatar va Qo'shma Shtatlar kabi vositachilarni Isroilga o't ochishni to'xtatish kelishuvining birinchi bosqichini to'liq yakunlash uchun bosim o'tkazishga chaqirmoqda. Kelishuvning birinchi bosqichi shartlariga ko'ra, falastinlik jangchilar hududda ushlab turilgan 48 nafar tirik va halok bo'lgan asirlarni ozod qilishi kerak edi. Hozirgacha bitta jasaddan tashqari barcha garovdagilar ozod etilgan. Buning evaziga Isroil asirligidagi qariyb 2000 nafar falastinlik mahbusni ozod qilgan va yuzlab halok bo'lgan falastinliklarning jasadlarini qaytargan. Sulhning birinchi bosqichi shuningdek G'azoga sezilarli darajada ko'proq gumanitar yordam kirishini nazarda tutgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu kelishuvning ikkinchi bosqichi tez orada boshlanishini kutayotganini aytgan bo'lsa, Madron Isroil o'z qoidabuzarliklarini davom ettirar ekan, ikkinchi bosqich boshlanishi mumkin emasligini ta'kidlamoqda. 2025-yil Yerdagi ikkinchi eng issiq yil bo'lmoqda.
9-dekabr kuni Yevropaning global isish monitoringi 2025-yil tarixdagi eng issiq yillardan biri sifatida qayd etilganini e'lon qildi. Sayyora bu yilda rekord darajadagi ikkinchi eng issiq yilni boshdan kechirgan. Bu haqda France 24 xabar berdi. Kopernik iqlim o'zgarishi xizmati ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil 2023-yildan keyingi eng issiq ikkinchi yil bo'lmoqda. Global harorat hozirgacha bo'lgan davrga nisbatan 1,5 gradusga oshgani yana bir bor tasdiqlandi. Bu ko'rsatkich 2015-yilgi Parij kelishuvlariga ko'ra xavfsiz chegaradan yuqori darajada hisoblanadi. Kopernikning iqlim bo'yicha strategik rahbari Samantha Burgesning ta'kidlashicha, 2023-2025-yillarga oid 3 yillik o'rtacha harorat ilk bor 1,5 gradus Selsiyadan yuqoriga chiqqan. Unga ko'ra, bu raqamlar oddiy statistikalar emas, balki iqlim o'zgarishining qanday tezlikda kuchayib borayotganini aks ettiradi. Kelajakda harorat oshishini jilovlashning yagona yo'li issiqxona gazlari va chiqindilarni keskin va tez kamaytirish ekani aytilmoqda. Kopernik ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan oy tarixda kuzatilgan eng issiq noyabrlardan biri bo'lib, hozirgacha bo'lgan davrdan 154 gradus Selsiy yuqori ko'rsatkich qayd etilgan. O'rtacha havo harorati esa 14.2 gradus Selsiyni tashkil etgan. Mutaxassislarning fikricha, kichik ko'rinadigan bu o'zgarishlar ham iqlim tizimini beqarorlashtirib, bo'ronlar, toshqinlar va boshqa tabiiy ofatlar soni hamda kuchining oshishiga sabab bo'lmoqda. Harorat dunyoning aksar hududlarida, ayniqsa Kanada shimoli, Shimoliy Muz okeani hamda Antarktida atrofida odatdagidan yuqori kuzatilgan. Rossiyaning shimoliy sharqida esa sezilarli sovuq anomaliyalar ro'yxatga olingan. Kopernik o'lchovlari quruqlik va okeanlardagi milliardlab sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarini hamda ob-havo kuzatuvlari asosida amalga oshirilgan. Arxiv ma'lumotlar 1940-yillarga borib taqaladi. Changli havo hozirda juda ko'plab davlatlarda kuzatilmoqda. Ushbu ekologik muvozanatning buzilishi bevosita inson salomatligi uchun xavf tug'dirib, ko'plab mamlakatlarda qat'iy choralar ko'rilishiga sabab bo'lmoqda. Masalan, Eronda havo ifloslanishi sabab 170 ming kishi shifoxonaga murojaat qildi. Mamlakatda havo sifati yomonlashgani sababli kasalliklar soni ortmoqda. O'tgan 2024-yil Eronda 59 mingdan ortiq odam havo sifati yomonlashgani bilan bog'liq kasalliklardan vafot etgan. Shu oyning o'zida esa 170 mingdan ortiq odam havo ifloslanishi tufayli yurak va nafas olish bilan bog'liq muammolar sabab favqulodda vaziyatlar bo'limlariga murojaat qilgan. Eron sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Alireza Raisi vaziyatni jiddiy va keng tarqalgan sog'liqni saqlash inqirozi deb atadi. Atigi bir hafta ichida mamlakat bo'ylab favqulodda vaziyatlar bo'limlari havo ifloslanishi bilan bog'liq 170 mingdan ortiq tashriflarni qayd etdi, dedi u. Mulozimning ta'kidlashicha, kasallanish holatlari odatiy darajaga nisbatan 20-25% ga oshgan. Ushbu bemorlarning aksariyati ifloslanish darajasi eng yuqori bo'lgan 11 viloyatdan kelgan. Bu inqiroz ko'lamini ko'rsatadi, dedi Raisi. Eron sog'liqni saqlash vazirligi havo ifloslanishining yillik sog'liq uchun xarajatlarini taxminan 17 milliard dollarga baholamoqda. Raisi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga tayanib, Eronning aksariyat shaharlari xavfli darajada yuqori ifloslanuvchi moddalar ta'sirida ekanini aytdi. Tehronda o'tgan yili bor yo'g'i 14 kun, Isfaxonda 16 kun, Mashhadda 28 kun, Ahvozda esa atigi 2 kun toza havo bo'ldi. Bu aholining katta qismi deyarli butun yil davomida xavfli havodan nafas olayotganini anglatadi, dedi u. Uning ta'kidlashicha, 2,5 mikrondan kichik zarrachalar qon oqimiga tez kiradi va saraton, yurak qon tomir hamda og'ir nafas olish kasalliklarining tasdiqlangan sabablaridan biridir. Dunyo yangiliklarining eng muhimlarini Daryoda kuzatishda davom eting. Bizdan uzoqlashmang. Omon bo'ling.